Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, piddaraz dushmanlar. Bugungi mavzu xaripizatsiya to'g'risida bo'ladi. Endi xaripizatsiya deyotganim bu faqat qishloqni bolalari emas, shaharni xariplari ham to'lib ketgan. Tushunasizmi? Biz mana shu Buyuk Turon o'lkasida yashaymiz degan hammamiz bir oilamiz. Oilada masalan kimdir opa, kimdir singil men uchun. Olur. Nima yurish shu yarim yalang'och? Ochiq. Chiroyli. Bundan yalang'och bo'lsa, ertaga shunaqa. Kelasizmi? Chiroyli bo'ladi. Kelasizmi oldingiz? Bu nima yurish bu yarim yalang'och? O'zim tezkor. Yuvasing bo'lmaydimi shunga? O'zim tezkor adekvatniy kuryerlarni ishga olishingizni so'rab qolardim. Chunki уже ko'chada yurishga ham qo'rqib qoldik. Erta indin qo'lda pichoq yo'q. Men o'rgamaydi. O'ldirib qo'yish mumkin bo'lmasa. Ko'pchilik negativlar ham yozishyapti. Bu deb. Shu o'zimni mana shu Buyuk Turon bir oila sifatida, farzand sifatida o'zimni his qilaman va o'zimni shunday tutaman. Hammaga omad. Endi eng birinchi navbatda kimning aybi bo'ladi bu? Bu internet domlalarining aybi bo'ladi. Mana shu Shavkat Miromonovich diniy erkinliklar berganlarida, mana shu Shukrulloh domla, Abror Muxtorali, Soliq domlalar o'sha va boshqa domlalar va boshqa o'sha pidaraslar quturib ketdi, tushunasizmi? Quturib mana shu qizlarni, yosh qizlarni, pedofillar, yosh qizlarni, mana shu pedofil domlalar, yosh qizlarni, ayollarni butun obro'sizlantirishni boshladi bu gandonlar, tushunasizmi? И, конечно, bu misol masalan mana shu gandonlarga ham o'tib ketdi. Bu ko'rib turibsiz videodagi nagli gandonni. Bu 100% Rossiyada rus общинаdan kalta yegan. Rus общинasi молодец. Bu gandonlarni tiziga turg'izgan, kechirim so'rattirgan bu gandonlar mana bunda qo'lini ko'kragiga solib, "Извините, я больше не буду." Voy qilib qolgan-ku bu gandonlar. Endi Toshkentga kelib, bular quturib ketyapti bu gandonlar. Gap shundaki, Toshkentda ko'p o'zbek bolalari hammasi allaqachon kezarak bo'lib ketgan. Maya xata skrayib deb qo'rqoq hammasi, tushunasizmi? Endi bularni masalan qizlarnimi, ayollarnimi agar himoya qilsa, buni koreys himoya qilishi mumkin. Tatar yoki rus, ukrainец, belarus o'shalar himoya qiladi o'zbek qizlarni Toshkentda. O'zbek yigitlardan bu narsani kutmaylar. Lekin qiz bolalarni o'zlari ham himoya qilishni o'rganish kerak. Mana Shavkat Miromonovich juda parlament orqali Shavkat Miromonovich qonun chiqardilar. Juda ko'p haq huquqlar berildi hozir xotinlarga, ayollarga. Nimaga sanlar zaявление yozmaysizlar? Anaqa o'sha militsiyaga ham, politsiyaga ham, o'sha politsiyaga, O'zbekiston politsiyasiga nimaga sanlar zaявление yozmaysanlar? Tushunmadim men. Ko'rib tursanlar, motoda o'tiribdi, har bir motoning nomeri bor. Firmasi yozilib turibdi, u pidaras dastavkada ishlaydi. Nimaga yozmaysanlar? Mana shuna deb suratga oldingmi? Videosi bormi? Bor zaявление ber. Nimani chidab turibsan sen? Men tushunmadim men. Ha? Bular qaranglar, bu gandonlar. Masalan, bu Muhammediga ozgina narsa gapirsa, islomga ozgina narsa gapirsa, buni chiylab yuboryapti. Voy, buni o'tkazish kerak. Bunga chora topinglar deb. Bu gandonlarga chora topish kerak emas mana bu chishmovga. Chishmov basharaga. Mana qaranglar. Allohingga siskay, Muhammedingga siskay, namozingga siskay, o'sha Ka'bangga siskay, o'sha Ka'badagi, Mekkadagi toshingga siskay, soqolingga siskay, sanlar hijoblaringga siskay, san pidaraslarni. Yana nimangga siskay? Butun shu namozingga siskay, o'sha masjidlaringga siskay, domlaringga siskay, o'sha butun sasib ketgan, короче, o'sha butun islom, o'sha sasib ketgan islomingga siskay. Menga qarasan gandon. Masalan, постоянно so'kaman bu videoda. To'xtamasdan so'kaman. To'xtamasdan. Sen pidaraslarni, paka odam bo'lmaysanlar. Tushunasizmi? Nimaga mana shu domlalar jim turibdi, hech narsa demaydi. Oy, nima qilsanlar sen? Ha? Nima qilsanlar? Bunaqa bo'lmaydi odam. Yo'q, domlalar nabarot поддержка qiladi. Молодец deydi domlalar. Davay, bu qizlarni boplaylar deb tushunasizmi? Butun hammasi shunaqa bu domlalar. Domlaringga ham siskay hamma butun pidaras, pedofillarga, gandon, gnidalarga. Shavkat Miromonovich mana diniy erkinliklar berib, o'zlari baloga qolganlar allaqachon mana shu diniy erkinliklarni berib, allaqachon mana shu taqdir deyshadi, sudba. Mana shu taqdirdan kalta yeb yotibdilar haligacha Shavkat Miromonovich. Buni Olim Suleymanov ham gapirganlar. Bizning prezidentimizni oilasidan birga bu gandonlar haqorat qilib tashyapti, so'kib tashyapti. Mana yaqinda Shuhrat Musayev ham gapiribdi o'zining videosida. Bizning prezidentimiz juda ham mustahkam chidab turibdi. Butun haqoratlarga chidab turibdi. Buni ko'rdinglarmi? Shuhrat Musayevni o'zi ham tanib oldi buni, to'g'rimi? Mana shu sharoitda tanidi. Prezidentimiz haqorat qildi. Men buni allaqachon gapirib chiqaman. Men tushunmayman bitta narsani. Bizning prezidentimiz Shavkat Miromonovich terpiyli bo'lib qoldilar, men tushunmadim. Bunaqalarni terpiyli dedi, kechirasizlar. Men yana bir marta aytaman. Men Yevropaning odamman. Birinchi bo'lib Yevropaning odamman, tushunasizmi?
O'shaning uchun ko'rgan narsamni gapiraman, bilgan narsamni gapiraman, eshitgan narsamni gapiraman. O'zimdan xulosani chiqozgan narsadan fikr chiqozaman, tushunasizmi? Men so'z erkinligiga o'rgangan odamman. Menga so'z erkinligi nimada bu deb hech kim o'rgatishga anaqasi nima deyman? Haqqi yo'q desam endi to'g'ri kelar bu gap, tushunasizmi? Menga o'rgatishinglarga haqqinglar ham yo'q. 20 yildan beri oshdimay demokratik Yevropada yashab kelayotganim, tushunasizmi?